Zakirovlar oilasi ko'chada qoldi. Assalomu alaykum. Siz bilan yangiliklar.uz kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Kanalimizning YouTube'dagi kanaliga rejissor Umid Zakirov turmush o'rtog'i aktrisa Dilbar Zakirova bilan birgalikda intervyu berdi. Ular suhbat davomida onasi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ra'no Zakirova ko'pchilikning keskin tanqidlarga uchrayotgan vaynerlik faoliyatiga qanday munosabat bildirayotgani haqida savolga quyidagicha javob berishdi. Onam avvaliga videolarimizga ijobiy munosabat bildirayotgandi. Ammo ba'zi YouTube kanallari videolarimizning negativlarga sabab bo'ladigan sarlavhalar bilan o'zlariga joylashmoqda. Ko'chada vayn suratga olsak, Zakirovlar sulolasi ko'chada qoldi deb sarlavha qo'yishgandan keyin bu kuzatuvchilarning tanqidlariga sabab bo'lyapti. Onam internetdan kam foydalanadi. Fikrlarni o'qishga-ku deyarli vaqti yo'q. Ammo yaqinda videolarimizning biriga bildirilgan keskin fikrlarni o'qib, shu videolarni olmay qo'ya qolinglar dedi. Hatto bir hafta kayfiyati bo'lmay yurdi. Dunyoda yaxshi insonlarga ham negativ munosabat bildiradiganlar bor. Ularning oldida biz kim bo'libmiz deganimdan keyin videolarni suratga olishimga ruxsat tegdi, deydi Umid Zakirov. Sankt-Peterburgdagi institutda rejissyorlik bo'yicha tahsil olgan Umid Zakirov hozirgi kunda O'zbekistonda aktyorlarga nisbatan vaynerlar mashhurroq ekanligi haqida aytib o'tdi. Ilgari vaynerlar ijodiga munosabatim u qadar yaxshi emas edi, ammo hozirgi kunda aksi bo'lib qolgan. O'zbekistonda professional aktyorlarga nisbatan vayner va blogerlarning mashhurlik darajasi yuqori bo'lib qolgan. Bitta filmni suratga olish uchun bir necha oy tayyorgarlik ko'riladi. Rejissyordan tashqari operator va aktyorlar jamoasi mehnat qilishadi. Ammo olingan film YouTube'da u qadar ko'p ko'rilmaydi. Vaynerlarning telefonda olingan videolari esa 1-2 million marta tomosha qilinadi. Hozirgi kunda internet orqali mashhur bo'lish juda oson. Nafaqat mashhur bo'lish, bundan yaxshigina mablag' ham topish mumkin. 8 yil davomida aktyorlik bo'yicha o'qidim. Nechta film suratga oldim, ammo baribir natijalar kutilgandek bo'lmadi. Shu bois ayolimga oilaviy vaynlar suratga olishni taklif berdim. Tan olish kerak, professionallarning daromadi bilan vaynerlarning o'rtasida katta tafovut bor, deydi Umid Zakirov. Turmush o'rtog'ining bu fikrlarga aktrisa Dilbar Zakirova ham o'z munosabatini bildirdi. Ilgari aktyorlarga boshqacharoq tarbiya berishgan. Masalan, menga ham sen zo'r aktrisa bo'lginki, rejissyorlarning o'zi oldinga kelishsin deb uqtirishgan. Ammo bu har doim ham o'zini oqlamaydi. Ijodkor iqtidorini namoyish qilmasa, chekkada qolib ketaveradi. Bu xuddi savdo majmuasidagi chetda qolib ketgan mahsulotga o'xshaydi. Teatrda shunday zo'r aktyor va aktrisalarni taniyman. Afsuski, ularni xalq deyarli tanimaydi. Hozirgi tomoshabinlar fikrini inobatga olib, vaynlar suratga olyapmiz. Ammo bo'ldi, endi faqat shu yo'lda ijod qiladi degani emas. Odamlarni jalb qilib olgach, professional ijodni davom ettirishimiz mumkin. Negativ munosabatlar hamisha bo'lgan. Ammo ering dayusmi, nega seni xalqqa ko'z-ko'z qilyapti degan gap so'zlar asabimni buzyapti. Men avval ham seriallarda suratga tushardim, chunki aktrisalik kasbim, deydi Dilbar Zakirova o'zining oxirgi so'zlarida. Dilbar Zakirova og'ir ahvolda qoldi. Assalomu alaykum. Siz bilan yangiliklar.uz kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Ijtimoiy tarmoqlarda millionlab kuzatuvchilarga ega bo'lgan Zakirovlar oilasi bugungi kunda O'zbekistondagi eng taniqli blogerlar oilalaridan biri hisoblanadi. Oila vakillari Dilbar Zakirova, uning turmush o'rtog'i Umid Zakirov hamda qaynonasi mashhur aktrisa Ra'no Zakirova oilaviy vloglari, samimiy suhbatlari va hayotiy mavzulardagi chiqishlari bilan keng auditoriya e'tiborini qozonishgan. Ayniqsa, kelin va qaynona munosabatlariga bag'ishlangan videolari va intervyulari ko'plab muhokamalarga sabab bo'lib keladi. Kuni kecha Dilbar Zakirova o'zining ijtimoiy tarmoqdagi shaxsiy sahifasida oilasidagi holat haqida gapirib, foto va video lavhalar ulashdi. Uning aytishicha, avval farzandlari, keyin esa turmush o'rtog'i betob bo'lib qolgan. Oilamizga nimadir bo'lyapti shekilli. Avval bolalarim, keyin esa erim betob bo'lib qoldilar. Oldinda esa to'yga ham taklif qilingan. Bir tomonda bu qayg'u, bir tomonda bu shirin tashvish. Erkaklar kasal bo'lishsa xuddi yosh boladek bo'lib qolishar ekan deya hazilomuz tarzda yozib qoldirdi bloger. Dilbar Zakirovaning aytishicha, turmush o'rtog'i salomatligi bilan bog'liq muammolariga qaramay, ichmang desam ham dori vositalarini qabul etishda davom etyaptilar, deydi. Bloger ushbu holat aks etgan bir nechta foto va lavhalarni ham kuzatishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, bugun Ra'no Zakirovaning navbatdagi intervyusi chiqadi. Unda Ra'no Zakirova sog'inch hissi uni qiynayotganini aytib, biroz yig'lab ham oldi. O'z his-tuyg'ularini yashira olmadi.
Suhbat davomida u ko'z yoshlariga ham erk berdi va bu holat tomoshabinlar e'tiboridan chetda qolmadi. Zakirovlar oilasida nimalar bo'lmoqda? Dilbar Zakirovaning oilasidagi holat va Ra'no Zakirovaning ta'sirli intervyusi haqida batafsil ma'lumotlarni bilib olish uchun sahifamizga obuna bo'ling. Yangiliklar.uz, like bosishni unutmang.